siz meni tanib turgan qumor reklama qilayotgan itli deganimizdan keyin bitta mashhur aktyor Azamat Ahror qumor reklama qilardi, qaytdi. Qaytgandan keyin biz haqqiga duo qildik, Alloh rozi bo'lsin dedik. Videolarimizda Azamat Ahror mujik deb rosa maqtadik. Lekin 10 kun mana 20 kun bo'lyapti. Yana shu qumor reklamasini yana boshlab yuboribdi. Yana YouTube'larda stream, promokod bir narsalar o'zi kesib qo'ymoqchi edim. Bu ham anti reklama bo'lib qolmasin deb qilmadim. Ey Azamat, seni sportsmen, aktyor deb o'zbegimizni yoshlar, o'zbek zabonli ko'pchilik senga qiziqib ko'radi seni videolaringni. Iltimos, uyingda o'yna, ofisingda o'yna, bekinib o'yna, o'zing o'yna qumoringni. Bizani yoshlarga, jiyanlarga, farzandlarimizga bunaqa isqirt, iflos narsalaringni ko'rsatma. Ikkinchi murojaatim Premier Auto City'ga boshlang'ich to'lovi yo'q, 8% yillik kredit deganda men o'zim qiziqib bordim. Borib turib, ko'rsatinglar, boshlang'ich to'lovim yo'q dedim. O'zingizlardan videolari turibdi 2 soat. Men aldamayman, har bitta gapim ma'no. Kechirim so'radi deb kesib chiqarib yubordinglar. Obro'sizlantirib, men shu narsalarga ham indamayman. Pulim yo'q dedim, uyingiz bormi dedinglar, uyim bor dedim. Uyingizni bankka zalogga qo'yamiz. Nomingizga YTT yoki firma ochamiz, $19,000 oshiqroq pul tushadi, keyin ishonchnoma dovernis berasiz bizani avtosalonga, biz keyin bu pulni yechib olamiz dedinglar. Xo'p, mashinani uzog'i $13,000 deylik, to'g'rimi? $1,000 hisoblab berdinglar, $600 gayiga, unga bunga yechib olishlarga $1,000 deylik, to'g'rimi? $5,000 asosiy qarzimga tushadimi, yopiladimi bu narsa desam, yo'q, bizani xizmat ko'rsatishimiz bunaqa deyapsizlar. Men sizlardan sizlarni firmalarni, avtosalonlarni obro'sizlantirishga niyatim ham yo'q, haqqim ham yo'q. Qonun oldida javob beraman agar obro'sizlantirsam. Men sizlardan izoh so'rab video qildim. Iltimos shu narsani boricha etinglar reklamada, nomingdagi uyni bankka zalogga qo'yasan, mashina ham zalogga tushadi, nomingga firma yoki YTT ochamiz, $19,000 dan oshiqroq dollar pul tushadi, uni biz yechib olamiz, uying ham, mashinang ham taqiqda turadi degan gapni iltimos shu reklamangilarda chiqib etinglar, xalq sarson bo'lib viloyatlardan kelib qolmasin sizlar reklamangizni ko'rib desam, qo'rqa oldim, mush ko'tarardim, ustimdan zaявление yozdinglar, mana sudlarga chiqyapti deylar. Endi qo'rqa oldim, mush ko'tarardim, kim birinchi ariza yozsa o'shaniki hal bo'lib ketavermaydi. Bu yerda xalq ko'rib turibdi. Va bu video murojaatimdan Davlat soliq qo'mitasi raisiga ham iltimos qilmoqchimanki, iltimos shu narsalarga bitta o'rganish qilib beringlar. Har shu 5 yilga YTT yoki firma ochganimdan keyin buni отчётchi bo'ladi-yu, har oyma ochsam, nolovoy отчёт yopishni o'rgataman deyapsizlar. Bu ham bitta kriminal. Men hech kimmi bu firmaga bormanglar, avtosalonga bu yomon pomon demoqchi emasman. Iloyim, zavodlar ochinglar, mashina zavodlaridan ochinglar. Biz borib sizlarni zo'r mashinanglarga yalinib o'chirib turib olaylik. Faqatgina izoh yoki videoda murojaat bilan chiqishinglarni xohlaymiz. Uyinglar taqiqqa tushadi, mashinanglar ham taqiqqa chiqadi, yoninglarga YTT ochamiz, dollarni biz yechib olamiz degan gapni videoda gapirishinglarni iltimos qilib so'rayman sizlardan.